kepti. Mavi qusqushpaqini tetib ko'gina bak tamlik. Bo'ldi, yemeymen. O'tgan qitim qusqushpaqi yeb 3 kungacha to'xtamay ichib turib, ben qiynalib ketdim. Bir qitim yeb iching surib ketgandan keyin ikkinchi yemas bo'ldingmi? Kirishning soyisi suvda yilon ko'rinibdi-da. Nima? Yilon dedingmi? Yilon bo'lsa texnik yemeymen. Kirishning soyisi suvda yilon ko'rinibdi degan bir idiom sana so'zlab beray-ya. Burunning burnusida Yoguang ismli biri bo'lgan ekan. Uning bir do'sti bo'lib, xeyli bir vaqtlargacha o'zini ko'rsatmabdi. Yoguang u do'stini seg'inib uyiga izlab ketdi. Yoguang, keldingmi? Voy anam-ay, zodi nim bo'ldi? Deyishga xijil bo'laman. Ay, biz degan do'st tursa, ikkimizning orasida digil bo'lmoqdek nima gap bor? Undaqda deb beray. Heliq kuni uyingda haraq ishganda Romkada yeşil qasraqli kichiklar üzüb yuribdi. Buni ko'rib, ko'nglim bak elishib ketdi. Shuningdan keyin xuddi qo'sig'imda yilon bordek his qilib, biror narsa yegim kelmaydi. Mushundaq og'rib yotganimga yerim oychi bo'lib qoldi. Ha, undaq emas-ku. Romkada yilon nima ish qiladi? Lekin o'z ko'zim bilan ko'rgan tursa, zodi nima ish bundaq bo'ladigan-da? Voy anam-ay, rostli yilon bor ekan-ku. Bu qanday qishamdi? Bayatim, eni qaramoqdimi? Qayt qarab boqaychi. Yo'q-ku. Bu qanday qish bo'lg'ini? G'alati ish-ku bu. Endi yo'qtirdi. Bu zodi qanday ishdi? Endi tushundim. Bu aslida o'xyaning ishganda, Romkadagi o'xyaning sayisgan emasmi? Do'stiga aniq tushuntirish uchun Yoguang shu hamon do'stini uyga chaqirib ko'rsatmoqchi bo'pti. Yoguang, ostaroq mang'in, ostaroq. Men degan hozir og'riq. Romkaga qarab baq. Romkada nima bor ekan? Yilon bakan. Yana shu yeşil qasraqli yilon bakan. Endi ovniga qara. U nima? Endi bildim. Aslida yilon emas, o'xyaning sayisganda. Keslimni davolatmasam, saqiydigan bo'ldi. Bak yaxshi bo'ldi. Kirishning sayisi suvda yilon ko'rinibdi degan maqol hammaga gumon bilan qaraydigan, o'rinsiz ansiraydiganlarga tamsil qilingan bo'lib, bu yana qo'qqonga qo'sh ko'rinibdi deyiladi. Hikoyadagi heliqi Romkadagi yilonni ko'rib, og'rib qolgan bemor bizga mundaq bir qoidani, ya'ni kasalga qarab dori berish kerakligini tushuntirib beradi. Bir g'alit maqul kelyapti. Qutquzinglar!